Germaniyada uzun zorlu tog' adirliklari ekilgan palni. Tog'lari palni uzun 1,5 metr balandlikka qilib, mana bu taraf ham shunday. Ustida traktor yuradi, dori sepadi. Palni adirliklar ekilgan uzun. Tog'a chiqib ketadi hozir. 76 tezligi bilan podyoma ko'tarilmoqda. Bu zamondan asta yuribdi. Endi abyaqlar. Uzun zo'rli. Bu zamondan asta ketibdi, 59 60 ketibdi. Yük ağırroq. Olmuş bir şey çıktı. Tezliği. Böyle o'zi ob'yom mumkin emas. Majbur ob'yom qo'ydi. Tok zo'rda, tog'lar ustida tok uzun ekan. Tog'lar adirliklar. Tepaligi, tog' tepasiga chiqdi.